Ayollar erkinligimi yoxud ayollardan foydalanish erkinligi? Assalomu alaykum. Afg'onistonda Taliban hukumati tomonidan joriy etilayotgan ko'pchilik qarorlar ayrim ommaviy axborot vositalariga musulmon o'lkalarda ayollar erkinligiga nisbatan shubha gumonlarni yanada kuchaytirish uchun katta imkoniyat yaratib bermoqda. Aslida bu axborot vositalari ayollar erkinligi deganda nimani nazarda tutishadi? Turli ommaviy axborot vositalari va ijtimoiy tarmoq platformalarining ayollar erkinligi masalasida beg'uborlik va poktomonlik bilan jar solishi har xil madaniyat vakillariga uning g'arbga xos ko'rinishini tiqishtirishga harakat qilishi, mustaqil fikr va tanqidiy tahliliy yondashuvga ega har kimning g'ashiga tegishi aniq. Aslida esa ayollar erkinligi deganda odatda boshqacharoq narsa nazarda tutiladi. Ayollar erkinligi deganda ular go'yoki erkaklarning ayollar tanasi go'zalligidan bahramand bo'lishlari, ularni ekspluatatsiya qilish va barcha xizmatlar, shu jumladan marketing uchun ham ulardan istagancha foydalanish erkinligini ko'zda tutib, bu yo'lda qattiq tinib bilmay harakat qilishadi. Ayollarning kiyimlarini yechishga majburlash dunyoviy erkak kishi uchun yoqimli bir jarayonligini inkor etib bo'lmaydi. Agar erkaklarga ayollar borasida erk berilsa, ular bilan ko'ngillari tusagancha o'ynashish imkoniga ham ega bo'ladilar-da. Qo'shtirnoq ichidagi bozor shuni juda yaxshi tushunadiki, insonning bozorga bo'lgan eng foydali munosabati bu ikki jins o'rtasidagi jismoniy tortishishdir. Ular bu jozibadan foydalanib trillionlab dollar ishlab topishdi. Mana shu tarzda hozirgi davrda ayollarning barcha xizmatlari bozorda mutlaqo erkin holda mavjud hisoblanadi. Ularning o'zaro tobora yaqinlashuvi kiyim-kechakdan tortib pardoz-andoz sanoatigacha, mehmonxona xizmatlaridan tortib turizmgacha, ommaviy axborot vositalaridan tortib ko'ngilochar mahsulotlargacha bo'lgan barcha turdagi bozorlar uchun ulkan foyda keltiradi. Erkaklar rohatlanadi, ayollar esa aziyat chekadi. Ushbu erkinlikdan aziyat chekadiganlar baribir o'sha ayollarning o'zlari va ularning bolalari bo'ladi, garchi pirovardida bundan butun jamiyat jabr ko'rsada. Ayollar homilador bo'lishadi, so'ng bolalarni abort qilishlariga to'g'ri keladi. Agar tug'ishga majbur bo'lsalar, yolg'iz ona sifatida ularga qarash majburiyatini gardanlariga olishadi. Erkaklar ham ayollar ham jinsiy yo'l bilan yuqadigan kasalliklarga chalinishsa-da, ayollar anatomiyasi tufayli ularni aniqlash ehtimoli ko'proq va aynan ular jinoyatlar, jumladan zo'rlashlarga osongina tobe bo'lishadi. Ushbu erkinlik tufayli jinsiy yo'l bilan yuqadigan kasalliklar hatto eng yuqori tibbiy yordam tizimiga ega bo'lgan mamlakatlarda ham jiddiy tahdid bo'lib qolmoqda. So'nggi 30 yil ichida 38 milliondan ortiq odam OITSdan vafot etdi va taxminan 80 million odam hali ham o'lim bilan kurashmoqda. Shunga qaramay, har yili 1 million odam OITSdan vafot etadi va albatta bu qo'shtirnoq ichidagi erkinlik kengroq bo'lgan hududlarda ancha ko'pdir. Ammo ommaviy axborot vositalari jinsiy munosabatlar bozori zarar ko'rmasligi uchun bu o'limlarni hech qachon yoritmaydi. Ayollar va bolalar katta zarar ko'radi. Quyida Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti ma'ruzasi abstraktidan parcha keltirilgan. Bu qo'shtirnoq ichidagi erkinlik jins nuqtai nazaridan nima olib kelishi haqida bizga ma'lum bir tasavvur beradi. Orttirilgan immunitet virusi va orttirilgan immunitet tanqisligi sindromi bilan kasallanish holatlari va kattalar o'rtasida o'lim holatlari erkaklar orasida ko'proq uchraydi. Bolalar o'rtasida OITS o'g'il bolalarda qiz bolalarga nisbatan balandroq. Heteroseksual transmissiya tufayli kattalar uchun jins tafovutlari vaqt va joyga qarab farq qiladi. Qo'shma Shtatlarda ayollar soni erkaklar sonidan ancha ko'pdir. Janubiy Afrikaning yana bir hisobotiga ko'ra, mintaqada orttirilgan immunitet virusi bilan kasallangan odamlarning 58%ni ayollar tashkil qiladi. Agar g'arb mamlakatlarida, ayniqsa Yevropada bu tendensiya biroz o'zgarishni ko'rsatsa, bu gomoseksualizmning ko'payishi va erkaklar tomonidan narkotiklarni tez iste'mol qilish bilan bog'liq. Ayollar ishtirok etgan joyda esa ular ko'proq aziyat chekishadi. Har yili ayollar tomonidan 50-70 millionta chaqaloq abort qilinadi. Ammo hech kim tug'ilmagan odamlarga nisbatan bu shafqatsizlik haqida gapirmaydi. Ayollarga nisbatan 100 minglab zo'ravonlik sodir etiladi, ammo hech kim buning haqiqiy asl sabablari haqida
gapirmaydi. Negaki bu sabablar katta bozorlar, shu jumladan alkogol mahsulotlari va jinsiy munosabatlar bozori bilan bog'liq. Konservativroq mamlakatlarda zo'rlashlar sonini oshirish uchun ular qo'shtirnoq ichidagi ajoyib g'oyani o'ylab topishadi. Erlarning xotinlarga nisbatan zo'ravonlik shikoyatlarini ham zo'rlash sifatida hisobga olishadi. Shunday bo'lsa-da, Amerika har yili zo'rlashlar soni bo'yicha dunyoda yetakchi o'rinni boy bermay kelmoqda. Janubiy Afrika kabi mamlakatlarda esa ayollarning 1/4 qismidan ko'prog'iga zo'rlashga urinish harakatlari sodir etilgan. Ayollarga emas, erkaklarga nisbatan islomiy cheklovlar. Islom mamlakatlarida, xossatan Saudiya Arabistoni, Kuvayt, Qatar va Birlashgan Arab Amirliklari kabi islom huquqiy tizimi amal qiladigan davlatlarda jinoyatchilik darajasi haqiqatan ham ancha past. Shunga qaramay ba'zi toifalar islomni go'yoki ayollar erkinligini cheklaydi deb tanqid qilishadi. Ular islom tizimidagi ayollarga nisbatan cheklovlar aslida erkaklarga nisbatan cheklovlar ekanligini bilishmaydi yoki bilmaslikka oladilar. Erkaklarga ayollar tanasidan rohatlanish taqiqlanadi. Ayollar qayerda bo'lmasin xavfsizlik istasa, bu haqiqiy islom tizimlarida mavjud. Bu yerda ularning zo'rlanish va o'g'irlanish qurboni bo'lish, ma'shuqa va fohishaga aylanish ehtimoli ancha kam. Majburiy abort qilish ehtimoli ham past, hatto ajrim ehtimoli ham juda pastdir. Bolalar ham islom diyorlarida xavfsizroq, zero ularda abort qilinish, yolg'iz ona yoxud g'ayritabiiy hamda bir jinsli ota-onalar bilan yashash ehtimoli juda kamdir. Uslubdagi va natijalardagi erkinlik. Dunyo agarda uslubdagi erkinlik va natijalardagi erkinlik o'rtasidagi farqni ilg'aganida edi, bu insoniyatning xavfsiz va sog'lom yashashni kafolatlagan bo'lardi. Afsuski, ular uchun uslublardagi erkinlik muhimroq, garchi bu pirovardida erkinlikning o'ziga katta shikast yetkazsa-da. Baxtsiz hodisalarning oldini olish uchun yo'l harakatlarida cheklovlar bo'lishi shart. Agar yo'llarda erkinlik berilsa, natijada tartibsizlik bo'ladi. Yo'l transport hodisalari o'lim holatlarining aksariyati mast holda haydash oqibatida sodir bo'lishi ajablanarli emas. Texnologiyalarda ham yaxshi natijalar qat'iy metodologiyani talab qiladi. Agar jamiyatni kasalliklar, jinoyatlar va tartibsizliklardan himoya qilish kerak bo'lsa, barcha turdagi xatti-harakatlar bilan bog'liq qonunlarni harfma-harf, moddama-modda va amalda qat'iy qilishdan boshqa chora va iloj yo'q. Azon global tahlillarini kuzatishda davom eting. Xayr, salomat bo'ling.